alaykum hurmatli kuzatuvchilar, YouTube obunachilarimiz, barchangizni bugun juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Bizda yana yangilik, mijozlarimiz bizni YouTube orqali ko'rib, hududlarni uzoq demasdan do'konimizga tashrif buyurib, xaridlarni amalga oshirishyapti. Yana bir mijozimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Arabboy akamiz xarid qilib do'konimizga keldilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana biz To'raqo'rg'on tumanidan keldik. Ismoilxon bilan mana shu YouTube video kanallarda tanishib qolgandim. Bu kishiga meni nimalarim oshib, shu yerga kelib mana savdo qilyapmiz. Hamma ishlarni chiroyli qilib bitirishdi. Avvalo rahmat. Hammangizni ishlariga Alloh rivojini bersin. Ahmad aka aytganingiz kelsin. Mana shu videomiz orqali ko'rib kelgan ekanlar, chiroyli qilib kompyuterlarni yig'ib berdik. Kompyuterlari ham xudo xolasa 32 dyumli monitor, simsiz klaviatura mishka, kovrik hamda keysimiz Avatech brendidan bo'ldi, lekin ichlari ancha kuchli. Intel Core i3 12-avlod qilib, o'zlari kamera naблюдение ustanovka bo'yicha usta ekanlar. O'zlarining programmalariga xudo xolasa ishlaydigan qilib, soz holatga keltirib berdik. Do'konimiz ish faoliyatida. Kimga yana shunaqangi hamyonbop sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol Hilol Techga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringni tez, sifatli qilib bitkazib beramiz. Arabjon aka, sizga ham katta rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Rahmat aka.